مەخپى ئۇرۇش ئاپتورى روبېرت Spalding 9. bab ئۇل مۇئەسسەسە قۇرۇلۇشى ئارقىلىق دۇنياغا خوجا بولۇش 2. قىسىم ھاكىم مۇتلەق تۈزۈلمىسىنى نۇسخىلاش. مەن bir قېتىم ئامېرىكا دۆلەت بىخەتەرلىك كومىتېتىدا مەككىنسى شىركىتىدىكى چەت ئەلگە ياردەم قىلىش مەسىلىسىنى تەتقىق قىلىدىغان مۇتەخەسسىسنىڭ لېكسىيەسىنى ئاڭلاشقا تەكلىپ قىلىندىم. مەككىنسى شىركىتى ئۆزىنىڭ ئورگان تور بېتىدە ئۆزىنى تەشكىلات، ئورگانلارنىڭ زور ئۆزگىرىش ھاسىل قىلىشىغا ياردەم بېرىدىغان شىركەت دەپ تونۇشتۇرغان. مەن o'rnimda o'ltirgandan keyin ھېلىقى مۇتەخەسسىسنىڭ خىتاي ۋە ئافرىقىغا ئالاقىدار دوكلاتىنىڭ شىر ۋە ئەجدىھالارنىڭ ئۇسۇلى degan غەلىتە mavzusiga ko'zim tushdi. مەن مەككىنسى شىركىتى haqida yaxshi baholarni va ularning eng nodir mutaxassislarni taklif qilib ishlatadiganligini anglaganligim uchun vaqtincha u mavzuning ishini bir chetga qayirib qo'yib, leksiya so'zligichining dastlabki qarshimni o'zgartirishini kutib o'ltirdim. Darvaqa u mening ko'z qarshimni men kutmagan shaklda o'zgartdi. Mazkur mutaxassis so'zini tuvandagidek xulosa shaklda boshladi. Hech qaysi davlat, mayli tijorat, mayli mablag' silish yoki ul muassasa qurilish jihatlarida bo'lsin, Afrika davlatlarining qurilishiga Xitoydek ko'p aralashmadi. Shundaqla hech qaysi davlat Xitoy ularni iqtisodiy jihatda yo'lagandek yo'limadi. Bizning nazarimizda Amerikaning Afrika bilan ayni shaklda hamkorlashish fursati bor. Ondan u Xitoyning qanday qilib Afrikaning eng cho'ng iqtisodiy sherikiga aylanganligini tunishtirdi. Men uning shuningdan keyingi bayonlarini taraqqiy topmagan davlatni uchur texnikasini asos qilgan hokim mutlaq davlatga aylantiradigan 5 bosqichli plan deb atadim. Rostdan aytganda, McKinsey shirkatining tadqiqotchilari biz amerikalik mablag' solg'uvchilarga Afrika bozoriga kirish, shundaqla har ikki taraf teng manfaatlanadigan davlat qurilishi fursatini ko'rsatib beryapmiz deb o'ylashi mumkin. Lekin bu faqat burnining uchini ko'rganlikdan boshqa narsa emas. Xitoyning taraqqiy topmagan davlatlarni tizginlashdagi razil metodidagi birinchi qadam mineral moddalar, neft yoki dehqonchilik mahsulotlariga o'xshash Xitoy muhtoj bo'layotgan tabiiy boyliqlarni tepishdir. Masalan, ma'lum bir davlatda mineral moddalar mo'l bo'lsa, Xitoy shu davlatning hukumati bilan kon ichish to'g'risida suhbatlashadi va ikki taraf kelishgandan keyin to'xtam tuziladi. Ikkinchi qadam kon qurish. Shundaqla konning normal aylanishi uchun tok, suv bor bo'lishiga kapolatlik qilishdir. Uchinchi qadam qezilgan kon mahsulotlarini Xitoyga to'shishdir. Ana shu chog'da, ya'ni qezilgan boyliqlarni yo'tkab ketish zaruriyati tug'ilganda, Xitoy ondan tosh yo'l, temir yo'l, suv porti yasash degandek ul muassasa qurilishi planini o'ttirg'a qo'ydi. Shuni asdan chiqarmanglarki, mal ta'minotining ravonligiga kapolatlik qilish uchun tok va telegraf sistemasi kam bo'lsa hargiz bo'lmaydi. Shuning bilan Xitoy yana mazkur davlatlar bilan to'xtam tuzishib, bu ul muassasalarni qurib chiqadi va shu taraqqida sanoatlashgan iqtisodiy gavdining ustixini dastlabki qadamda shakllanadi. 4-qadam mutaxassisning doklatining meni hayron qoldirgan joylaridan biri bo'ldi. Bu mutaxassisning aytishicha, Xitoy Afrikada ul muassasa qurilishiga emas, balki yosimchilikqa eng ko'p mablag' solgan. Ular oyoqchilik, to'qimchilik degandek nurg'un emgak kuch talab qiladigan, oshirma qimmati tuvan yosimchilik sohalariga zo'r miqdorda mablag' solgan. Bu ish, ya'ni eng cho'ng arzon emgak kuchi bazasi bo'lgan Xitoyning Afrikada texmi arzon emgak kuchi bozori barpo qilishga urinishi kishiga masxirlik tuyuladi. Hech kim bunday qilishning salbiy ta'sirlarini tilga olmaydi albatta. Yosimchilik sohasining gullanishi 5-qadamga, ya'ni shaharlashtirishga turtki bo'ladi. Xitoy shirkatlari cho'qim uy soladi. Chunki Xitoy ishchilarning turadigan joyi bo'lishi kerak. Nazariya jihatda ishchilar sinfi bu vaqtda yonfon degandek tovarlarni setib ola oladigan bo'lg'achqa, bunday qilish
iqtisodni rivojlantirdi. Shuning bilan hukumatmo nazorat kameralarini o'rnatib, boshqa ijtimoiy nazorat texniklarini qo'llana oladi. Doklad ma'lum bir nuqtaga kelganda mazkur mutaxassis Afrikada hozir $50 bir yanfon setib olg'ili bo'ladiganligini zo'q sho'x bilan so'zlab berdi. U Afrikadagi telefon shirkatlarining yumshoq detallarni yerliklashtirib, qartalliklarni yanfonda rasmga tushganda texmi chiroyli chiqish imkoniyatiga ega qilganligi haqida og'ziga tegmay so'zlayotganda men parvardigorim, ular ya'ni Xitoylar buning hammasini o'zining uchur texnikasini asos qilgan hokim mutlaq tuzumini Afrikaga opirish uchun qilgan deganlarni xiyolimdan o'tkazdim. Ana shu Xitoy kompartiyasining haqiqiy muddasidir. Yüz tonish texnikasi rasmlarga tayinadi. Rasm qancha yaxshi tortilsa, xalqni nazorat qilish shuncha osonlashadi. Yuqorqi omillarning hammasi tal bo'lib, yangidan gullanayotgan davlatda yildiz tarsa, Xitoy o'z davlatida allaqachon voyaga yetkazgan raqamlik hokim mutlaq tizginlash vositalari orqali Afrikadagi yana bir davlatni o'ziga o'xshash qilib qurib chiqa oladi. Bu ul muassasa hukumatlarni sun'iy aqlga tayinadigan kuzatish kameralari va ijtimoiy taratqularni nazorat qilish sistemalari orqali o'qituvchilarga qarshi paket to'plash imkoniyatiga ega qiladi. Xitoy ana shu taraqqida mukammal uchur raqam texnikasini asos qilgan egilik barpo qilib, uning kontrollik huquqini mustabid rahbarlarga topshirib bera oladi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy yana bu aslahalarga qaytma inkas uskunasi o'rnatib, mazkur kuzatish sistemalariga to'plangan uchurlarning hammasini Xitoyga yo'llay oladi. Shunday qilib Xitoyning mavjud texnikasini kuchaytirib, uni texmo ko'p savdo fursatiga erishtirdi va uning shu davlatga bo'lgan nupuzini oshirdi. Bu demokratiyaga qarshi ijtimoiy kontrollikning o'rnaki bo'lish sifati bilan to'liq qo'rqinchli strategiyadir. Agar bu strategiyaning davlatni rivojlantirish, zamonaviylashtirish va iqtisodiy ekspluatatsiya taraflarini ko'rganda, haqiqatan uningga opirin aytmay turg'ili bo'lmaydi. Doklad oyoqlashgandan keyin men mutaxassisdan, siz bu dokladni tayyorlashda kimlarni ziyorat qilib baqdingiz deb so'rdim. Bu mutaxassis o'z atrofdagilarning Xitoy shirkat xo'jayinlarini va Afrika davlatlaridagi hukumat amaldorlarini ziyorat qilganligini aytdi. Men yana uningdan, siz fuqarolar bilan so'zlashib baqdingizmi deb so'rdim. Men bu yerda ishchilar, o'qituvchi rahbarlar, o'qituvchilar, diniy zotlar qatorliqlarni nazarda tutgan edim. Bir qancha qitim taksi shofirlari bilan so'zlashib baqdim, dedi u. Demak, u o'z tadqiqotida Xitoyning nuqtasida turib, tijoratning taraqqiyot ahvolini kuzatib, kishilik huquq, fikr erkinligi, diniy erkinlik, demokratiya qatorliq siyosiy va ijtimoiy masalalarga diqqat qilmagan edi. Xitoy qaytadan qurib chiqayotgan davlatlardagi yuqori darajalik hukumat amaldorlarining Xitoydan sherinkani elishi sababli oz sondagilarning manfaatlanib, ko'pincha kishilarning ziyonga uchrayotganligi va muhit buzg'unchiligi qatorliqlarmi uning dokladida tilga ilinmagan edi. Mazkur tadqiqot guruhi Xitoyning Afrikadagi mashg'ulot andislini tadqiq qilmoqchi bo'lgan bo'lsa kerak, ammo ularning Xitoyni ozroqmi tushunmaydiganligi aniq edi. McKinsey shirkati ko'ngil bo'ladigan birdan bir ish 2025 yilga borganda Xitoy korxonalarining Afrikadagi mavjud va yangidan ochilgan sohalarda $440 milliard foydaga erisha oladiganligi bo'lgan. Ya'ni bu tadqiqot dollarga ko'ngil bo'lib, Xitoy shu joylarga elib keladigan krizis qatorliq boshqa narsalarni nazardan saqit qilgan edi. Davlatimizdagi eng nodir va aqlli kishilar o'zlarini tuymagan holda 84 batlik ssenariyadan birini yezib, Beijing doiralarining davlat qurilishidan foydalanib, Afrikadagi har qaysi davlatlarni Xitoycha hokim mutlaq xarakterga ega
hökumətlərə aylandırğanlığını təsvirləb çıxqan. Buni kişilərə qandaq pul tepishni, huquqni qo'lga kirgizishni va o'qituvchilarni nazorat qilishni o'rgatadigan qo'llanma deyishga bo'ladi. Xitoyning mazkur andisi davomlashgan taqdirda, eng oxirida bu davlatlar birining orqasidan biri keladigan mustabid hukmdorlarning changilida qoladi-da, foydaning hammasini Xitoy oladi. Ammo bu hukmdorlar Xitoyning o'zlari bilan texniklarni ham bahrlashib qolmay, yana o'z ideologiyasini va puhralarini bu davlatlarga akilayotganligini, shundaqla ularni zo'r miqdordagi qarz, yoshurun qaqti-soqti qilish, sonliq ma'lumotlarni nazorat qilish qatorliq to'zoqlarga dastavotganligini ko'rib yetmagandek qiladi. Halbuki bularning hammasi Xitoyning kelgusida bu davlatlarni o'zining diginiga ko'ndirishdagi qurollari edi. 9-bob tugidi. Davomi bor. İngilisçidən tərcümə qılğuçı ھېكمەتيار İbrahim. Mənbə, ئۇيغۇرلار تور ژورنىلىنىڭ 19 سانىدىن ئېلىندى.